Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Afsuski, ayrim mansabdor shaxslar tomonidan xizmat vakolatidan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish holatlari hanuz uchrab turibdi. Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Chirchiq shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi Bo'stonliq tuman bo'lim boshlig'i tumandagi mahallalardan birida ko'p yillik 9 dona daraxtlarni kesishga ruxsat berish evaziga 3000 AQSh dollarini talab qilib, ushbu pul mablag'larini olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Keyingi holatda poytaxt hududida olib borilgan tezkor surishtiruv tadbirlari davomida qonun talablarini mensimasdan moddiy manfaat evaziga noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etgan shaxslar aniqlandi. Davlat kadastrlar palatasi Karmana tuman filiali mutaxassisi 3 ta yengil tepdagi savdo do'konlari qo'yishga mo'ljallangan 3 sotiq bo'sh yer maydonini auksionga qo'yib, kelgusida Karmana tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligida ishlovchi tanishlari orqali ruxsat olib berishini aytib, jami 200 AQSh dollar miqdoridagi pullarni talab qilib olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28 orqali 211-moddalari 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish borasida tizimli va qat'iy choralar ko'rilmoqda. Qonun oldida esa mansab ham, lavozim ham imtiyoz bermaydi. Har bir fuqaro bu kabi holatlarga nisbatan murosasiz bo'lishi, qonunbuzarliklarning oldini olishda faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon etishi zarur.